Assalomu alaykum hammaga. Bugun Xitoydan kelgan 4 kilo yukimni sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Orada men sizlarga obunachim bilan bo'lgan qiziq voqea haqida gapirib beraman. Bitta obunachim menga yozibdilar 1-2 million bilan kirib, 1-2 oyda 10-15 million oborotga chiqsam bo'ladimi deb. Voy yo'q, agar siz shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz o'zimga kirmang deb aytdim. Bunaqa summa bilan 1-2 oyda 10-15 million oborot qilib bo'lmaydi desam, ular menga nimaga blogerlar reklama qilyapti-yu, 1-2 million bilan 2 oyda 10-15 million oborot qilsangiz bo'ladi deb o'zimni maqtashyapti-yu deb menga aytdilar. Keyin menga sizni kursingiz ham arzon ekan, ularniki qimmatroq ekan, ular qanaqadir yo'llarni bilsa kerakdir deb savdoni deb menga gapirdilar. Mayli, agar sizga o'sha kurs yoqayotgan bo'lsa, bemalol sotib olib o'qiring deb aytdim. Yaqinda menga aloqaga chiqdilar. Opa, siz rost gapirgan ekansiz. 1-2 million bilan 10-15 million pul bo'lmas ekan deb menga aytdilar. Ular menga men sotuvga chiqdim, savdom bo'lyapti. Kuniga bitta, ikkita tovarlarim sotilyapti deb aytdilar. Keyin men nima tovar sotyapsiz deb so'rasam, pastellar sotyapman dedilar. Siz analitika qildingizmi? Qaysi tovarlar yaxshi ketyapti, qaysi tovarlar yaxshi ketmayapti? O'zim analitika qilib ko'rdingizmi desam, yo'q deb aytdilar. Hurmatli obunachilarim, siz o'zimga kirmoqchimisiz? Обязательно birinchi o'rinda siz analitika qiling. Analitika qilmasdan o'zimga aslo kira ko'rmang. Siz qanchalik to'g'ri tovar tanlasangiz, shunchalik siz sotuvlaringiz ko'payadi va savdolaringiz oshishni boshlaydi. U obunachim keyin menga juda ham afsusdaman sizda o'qimaganim uchun deb afsuslandilar. Mani kursim qimmat emas, boshqa sellerlarga qaraganda 10 barobar arzon. Kursim ichida Xitoy kursi ham bor. Sizlarga tekinga beriladi. Xitoydan sifatli tovarlarni arzon narxda, arzon kargolar orqali olib keltirishlarini o'rgataman. Kimga qiziq bo'lsa, direktga yozinglar. Oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat.